Assalomu alaykum. Qulupnay. Qulupnay sezon boshlanishi bilan pishiqchilik mavsumi boshlanishi bilan gijja mavsumi ham boshlanadi. Bugun gijjadan himoyalanishni o'rganamiz azizlar. Davom etamiz. Demak, davom etamiz. Xo'p, mana choy qoshiqda 2 qoshiq to'ldirib, mana shunaqa tovorachaga tuzni solib olasizlar. O'rtoqlar, bu tavsiyani ko'pchilik ko'rsatyapti, lekin bugungi videomizda boshqa narsa ko'zlangan. Shuning uchun shoshmay turasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Orqasidan ikkita kichkina choy qoshiqda to'ldirib, chayni soda solamiz. Demak, ana o'sha tuz bilan chayni sodani aralashmalik suvimizga qulupnayimizni bo'ktirib qo'yamiz. 2-3 daqiqa yetadi. Keyin olib, oddiy suvda chayib olasizlar. Endi o'rtoqlar, demak, endi ming afsus shu paytgacha bunaqa usullarni qilmasdan, farzandinglarda yoki o'zinglarda, o'zinglarda ham, kattalarda ham bor. Ko'chaga chiqinglar, 2 tani bittasida, 3 tani ikkitasida gijjasi bor. Gijjadan aziyat chekib yurgan bo'lsanglar, kaminaga murojaat qilinglar. Bizda bu gijjaga qarshi dorimizning shunaqa bir usuli bor, qabul qilish usuli. Yosh bolalar ham, kattalar ham qiynalmasdan bemalol qabul qilasizlar. Bu gijjani tanamizdan quvib chiqishlik bilan birgalikda ana o'sha gijja davrida tanamizdagi kamayib ketgan makroelementlarni to'yintirishda yordam beradi. Kaminaga, ekran ostidagi raqamlarga Telegram orqali murojaat qilasizlar. Iltimos, salomat bo'lasizlar. Yantoq eng zo'r issiqlarda chanqoq bosdi, jigar tozalovchi, allergiya, qabziyat, gepatit hammasi xudo xolasa. O'tirib ichish kerak ekan. Xo'p, davom etamiz. Demak, qabziyat, gemoroy, allergiya, gepatit va shu bilan birgalikda o'rtoqlar, mana kimlardir qulupnay yegandan keyin qichishadi. Xo'p, haligi napitkalar ichganda badani qichishib ketadi. Achchiq narsa yeganda badani qichishib ketadi. Mana yantoq. Allergiyani gapirmasam ham bo'laveradi. Hamma olib yotadi allergiya. Ana o'sha qichishmani ham allergiya ham bir turida o'rtoqlar. Ichinglar, foydalaninglar. O'zimizning O'zbekistonda o'sadigan giyoh. Ekran ostidagi raqamga faqat Telegram orqali iltimos telefon qilmanglar. Salomat bo'linglar. Gijja stop. Qabul qilish tartibi. Demak, har kuni yotishdan yarim soat oldin 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga bir choy qoshiqda yarim piyola qatiqqa aralashtirib ichirasizlar. 10 yoshdan oshganlarniki 1,5-2 qoshiq aralashtirib ichursa bo'ladi. Xo'p. Qatiq bizga nima beradi? Birinchi o'rinda buni qabul qilish oson qiladi. Ikkinchi o'rinda bilasizlar, mutaxassislar aytadi-ku, gijja bo'layotgan paytda o'zidan toksin chiqaradi. Toksinni ichimizga ta'sirini kamaytirishda va eng asosiysi bu ikkalasi aralashib ichimizga kirar ekan, shunaqangi bir gijjalarga, parazitlarga yoqimsiz muhit yaratadi. Qabul qilish kuni kamida 10 kun. 15 kun, 20 kun ichsanglar ham hech qanaqa zarari yo'q. 100% tabiiy mahsulot. Ekran ostida raqamlarga Telegram orqali. Salomat. Demak, merganni umumiy komplektida bitta mana bunaqa idishda asali va mana bunaqa idishida 4 ta idishda dorisi bo'ladi. 100% tabiiy mahsulot. Tabiiyligiga shubha yo'q. Demak, qabul qilish tartibi oddiy. Kechqurun yotishdan yarim soat oldin qabul qilasizlar. Xo'p. Endi rasm o'zi yettiribdi-yu, mergan ovingiz baroridan kelsin deb. Qani ovchilar, ovga olg'a. Telegramga raqamlarga murojaat qilib olasizlar. Salomat bo'lasizlar. Demak, yoshlikda ham xuddi shunaqa asali dorisi bilan birgalikda bo'ladi. 100% tabiiy. Suyak bo'g'inlarga mo'ljallangan dori. Undan tashqari mergan ham, yoshlik ham immunitet ko'tarishga, tanaga quvvat, o'sha yetishmay turgan makroelementlarni to'yintirishga va uni oqibatida yurakka quvvat, xo'p, ichak tizimlarini yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qo'yingki, ta'sir doirasi keng. Kaminaga murojaat qilaverasizlar. Telegram orqali raqamlarga. Iltimos, salomat bo'lasizlar. Xo'p, shuncha gapdan keyin endi olma sirkasi haqida ham gapirib ketmasam bo'lmaydi. Xususiyatlari haqida gapirmayman. Hamma bildinglar. Faqatgina aytadiganim, tozasini olinglar. Tozasi kaminada bor, 4 yilligi. Hamda toza asallarimiz. Tog', qir, yantoq, har xil giyohlarniki bor, xudo xolasa. Ekran ostida raqamlarga
Telegram orqali. Salomat bo'lasizlar.